Assalomu alaykum, aziz muxlislar, aziz obunachilar, meni kuzatib boruvchi muxlislarim. Mana ijodiyatni davom ettiraman, muzikalar chalaman. Bugun Taqdir o'yini degan film bor, Kimina. Bilasizlarmi, ko'rgansizlar, koreys film Kimina. O'shani qo'shig'ini aytib chaldim. Bitta o'sha Kiminani topib, qo'shig'ini internetda topib, ma'ni bilan solishtiringlar, farqi salgina bilinadi. Bitta ikkita so'z noto'g'ri deganman, bitta ikkita so'z, lekin yo'nalishi, qo'shiqda oti, chalishim o'xshagan. Mana isboti, man Koreya filmini chalaman deganman. Chalib ko'rsatdim. Bitta ikkita so'z noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yana bir gap, man chalolmaydigan kuyda hali hech kim to'g'ri bera olmagan, shu paytgacha to'g'ri bera olmaydi. Shuni unutma. Xohlagan joyingga borib, xohlagan muzikani chalaman. Nota, garmoniya, akkord yo'qmi? Shuni videoni qulog'ingga sol. Lekin xohlagan kuyni chalaman. Bastakor bo'ladimi? Yo bir Rossiya artistlarning kuyi bo'ladimi? Amerikan artistlarning kuyi bo'ladimi? 50 sent bo'ladimi? Bo'lsa chalaman. Yevropskiy bo'ladimi? Universal mani muzika, universal chalaman işte. Shu maqom bo'ladimi? Garmoniya o'ynamayman, akkord o'ynayman. Lekin anon yo'qmi? Usuli havoga, notaga yo'qmi? Shuni unutmalaring. Haqiqatni tan olish kerak. Men chalaman bu kuyda. Yani kiprlanib o'tmaydi, bu haqiqat. Chunki bu ijoddan befarq o'tishni xohlamayman. Xohlagan insoningga ayt, o'ziga ishonsa, meni chaqirsin, aytgan o'zi chalib beraman. Mana kim chaqira oladi? Bironta artist chaqira oladimi? Aytgan kuyni chalaman. Yo bironta sozanda aytadi, chalib beraman. Shuni unutmalaring. Mana hozir Ozodbek Nazarbekovni orangizda onam bo'lsaydi qo'shig'ini aytib chalib chiqdim mana. Mana ijod, mana talant. Menga bir og'iz anaqa qilinglar, men borib chalaman. Men oxiricha shunday ketaman. Xohlaysizlarmi yo'qmi, ijodimni kuchaytiraman. Kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas, lekin hamma o'zini qobiliyati orqali ommaga namoyish qilib, o'zini ijodini ko'rsatish kerak. Bu hamma ham yaxshi muzika bo'lsa xohlaydi. Shuni unutmalaring. Yana bir gap, hech birovning orqasidan o'qimanglar. Aql gapni yozmanglar. Ozmi ko'pmi bir o'zim harakat chiqyapman. Bir o'zim. Ham qo'shig'igacha aytyapman. Va muxlislar ko'nglini olay, yaxshi muzikant bo'lay, xalq ishonchini qozonib bir taniqli artist bo'lib chiqay, bir xalqqa deb harakat qilaman. Sanlar qo'llab-quvvatlashganda odam ustidan kulgan har narsa yozasan. Mana Facebook tashlarim, xohlagan odam o'ziga ishongani bo'lsa, aytsin, aytgan bo'lsa chalib beraman. Topolmayman, men chalolmaydigan kuy. Hech kim topolmagan topolmaydi. Gap. O'zbekiston xalq artisti kuyini chalayman. O'zbekiston kuylarini chalayman. Turkiya kiyimini, kinosini chalayman, filmini ham chalayman. Muzikasini chalayman. Bitta planeta bo'yicha serial muzikani chalayman. Shuni unutma, bilib qo'yinglar. Yana achchig'im kelmadi kiprlanib turib. Odam o'ziga ishonsa kiprlanishi kerak. Kiprlanish emas. O'zimga ishonganim uchun katta ketaman. Sanlar qo'lingni achchiq, katta ketsa, qo'lingda nima kelsa. Har xil gapni yozmadi, 100 marta aytaman sanlar. Negativlik qilma hech qaysi. Hali ko'rasan. Shunday muzikant bo'laman. Shuni chalaman, o'zing hayron bo'lasiz aytgan muzikam, o'sha odam inonlar. Men o'nlab aytganman. Chaqir, chalib beraman muzikani.